Assalomu alaykum, hurmatli Novoy akalar. Mana Umma brendidan hamyonbop apparatimiz Qirg'izistonning Qorasuviga chiqib ketyapti. Hozir sizlarga sinash jarayonini ko'rsatamiz, qanday ustunovka qilishini. Ko'rib turganlaringdek bir brendlar asosida chekishlar tayyor bo'lgan, qoliplari. Hop, birinchi bo'lib chekishimizni qatirib olamiz. Chekishimizni qatirib olganimizdan keyin qolipimizni qo'yamiz. Qolipimizni ham qatirib oldik. Endi apparatimizni yoqamiz. Bir marta aylanib, o'zi nolini topib oladi-da, ishga tushadi. Nolini topib boshladi ishni. Ko'rib turibsizlar, apparatimiz o'zlaring xohlagandek qilib regulirovka qilib olsalaring bo'ladi. Masalan, bu vaqti silindrni bosib turish vaqti bo'ladi. Bu tezlik barabarli tezligi bo'ladi akalar. Ko'rib turibsizlar, apparatimiz ishlayapti.